Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Neta GT mashinasi bo'ladi. Sirazi informatsiyasini aytaman. 2023-yil ishlab chiqarilgan, 40 ming kilometr bosib o'tgan, ani 20 ming, 20 ming 500 sotilayotganlar bilan adashtirmaylar. Dual motor, 462 ta ot kuchi akalar. Mashinamizning sirazi narxini ham aytaman. Narxi 21 ming AQSh dollari. Egalari nomerini yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mashinamiz full komplektatsiyada. Mana bunda rangini qaranglar, juda ham chiroyli, nebesniy rang. Xo'p, okalar 360 gradus kameralargacha bor. Oldi optikalarni qaranglar, chiroyligini. Mashinamizda radnoy kraska 3-7 sekundda 100 ga chiqadigani, mashinamizda kupe bo'lishiga qaramasdan panorama tom, eng full, ya'ni 360 gradus kamera, hamma narsasi bor. Xoslar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz va interyeriga отдельно to'xtalamiz. Diodli optika, hattoki bamferlarda ham optikalari bor. Orqa bagaji va orqa kamerasi takoy Formula 1dagi stop liniyalargacha bor. Interyeriga to'xtalamiz. Interyeri ham juda ham chiroyli, krugovoy tonirovkasigacha bor. Denalarimizda polniy elektropaket, koja va alkantara bilan kombinatsiya qilib ishlangan va perforatsiyasi mavjud, sababi abagreiflari bor. Avtomatik korobka juda ham katta bo'lgan, planshet ham bo'ladi, monitori, Android, hamma narsasini o'sha yerdan boshqarsanglar bo'ladi. Multifunksional rul, cruise control, hamma narsasi bor. Slipoy zona, stiklopodъемniklar, bokovlar boshqaradigan rejimlar, ditskiy rejimlar, kolonkalari juda ham chiroyli. Sportivniy mashinaga xos. Eng qizig'i panorama tom. O'zi kupeylarda panorama bo'lmaydi, lekin bunda panoramasigacha bor. Okalar, narxi 21 ming AQSh dollari. Neta GT dual motor.